Biznes rivojlantirish banki bosh idorasida barchangizga xush ko'rdik. Kimdir o'qiydi ota-ona uchun, kimdir o'qiydi bilim olish uchun. Bir buyuk inson bo'lay degan bir niyat qo'yadi o'z oldiga. Hayotda nimadir erishay deydi, jamiyatga nimadir hissa qo'shay deydi. To'g'rimi? Rivojlanishga boshqa. Kitobni o'qib, mana shu o'zlaringizni fikrga ega bo'lgan insonga erishdi. Kamol topishdi. Pulingizdan quvmanglar. Lavozimdan quvmanglar. Teskari bo'lish kerak. Pul yugurish kerak. Ey, mana shu inson meniki shu, men insonga borib cho'ntak kirishim kerak deb yurish kerak. Bugun Biznesni rivojlantirish banki boshqaruv raisi hamda TIFT universiteti talabalari o'rtasida rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etildi. Bu tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad bankimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilayotgan siyosatni ularga yetkazish, bankimizda yoshlarni rivojlantirish bo'yicha yaratilayotgan imkoniyatlar va ushbu tadbirlar orqali bankimiz yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ularni ijtimoiy hamda iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlashga tayyorligini bildiradi. Bugun Biznesni rivojlantirish banki va TIFT universiteti o'rtasida talabalar bilan uchrashuv o'tkazildi. Ushbu uchrashuv davomida talabalarimiz nafaqat amaliy, balki nazariy bilimlarga ega bo'lishdi. Tadbir davomida bank raisimiz bizga bir qancha ilmlardan o'rgatdilar. Bank qanaqa tashkillashtirilgani, bank bo'yicha so'rovnomalar, kredit tashkillashtirish, bir qancha ilmlar berib o'tdilar bizga. Bugungi bo'layotgan aynan tadbir menga juda ko'p saboq bo'ldi. Благодаря этому мероприятию мы познакомились с очень важными нами людьми, которые ответили на все наши вопросы, касающиеся нашей карьеры. Это банк. И мы очень рады, что вы посетили. Bank sohasidagi karyerasini olib bormoqchi bo'lganlarga ko'pgina ma'lumotlar berishdi. Ishga topshirmoqchi bo'lgan bank sohasidagi rosa ham foydali suhbat bo'ldi. И сегодняшним мероприятием мне подарили превосходные карты Visa с logotipim TIFT. Bugungi uchrashuvni tashkil etgan Biznesni rivojlantirish bankining boshqaruv raisi o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.